Tezkor xabar: O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari tutashgan nuqta ko'rsatildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videorolikimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring, bir-biringizga hurmatli bo'ling va haqorat qilmang. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Qamchibek Tashiyev O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston davlat chegaralarining tutash nuqtasini aniqlash bo'yicha uch tomonlama muzokaralar 2007-yildan boshlanganini aytib, chegaralar tutashgan nuqta namoyish qildi. Bu haqda u bugun 19-mart kuni Jo'qorg'i Kengashning 6-qo'mitasi qo'shma yig'ilishida so'z ochdi. Bunga ko'ra, uning so'zlariga ko'ra, shu kungacha hukumat delegatsiyalari bu masala bo'yicha 6 marta uchrashuv o'tkazgan. Tomonlar chegara tutash nuqtasini aniqlash borasida yakdil qarorga kela olishmagan. 2025-yilning mart oyida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi bo'yicha kelishuv imzolangach, Dushanbe shahrida 3 tomonlama uchrashuv bo'lib o'tdi va unda 3 davlat kelishuvga erishdi va chegara tutash nuqtasi aniqlab olindi, dedi Tashiyev. U xaritada ushbu nuqta joylashgan joyni ko'rsatdi. 3 davlat chegarasining tutash nuqtasi ko'k rang bilan belgilangan va oldinroq bu joy uchun O'zbekiston yashil rangda, Tojikiston esa qizil rangda bo'lgan boshqa hududlarni tutash nuqta sifatida taklif qilgan edi. Agar biz rozi bo'lganimizda barcha yo'llar mamlakatimiz tashqarisida qolgan bo'lar edi. Natijada Qirg'iziston hududida taxminan 100 gektar yer qoldi. Bu ham bizning yutug'imiz. Ushbu hududda aholi yashamaydi, ammo bu bizning yerimiz va u orqali bizning yo'limiz o'tadi, deya ma'lumot berdi Tashiyev. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling va videorolikimizga like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring.